O'zboshimchalik bilan davolanishni bas qiling. Agar o'zingizda yoki bolalaringizda bir yo tomonlama yoki ikki yo tomonlama ko'z yoshlanishi mavjud bo'lsa, bu albatta oftalmolog ko'rigiga borish uchun sabab hisoblanadi. Chunki ko'zlarning yoshlanishi bu ko'z yosh kanalini bekilganligi haqida dalolat bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta oftalmolog ko'rigiga borish shart. Agarda ko'z yosh kanali patologiyasi aniqlanadigan bo'lsa, unda zudlik bilan bu muammoni bartaraf etilishi kerak, chunki yallig'lanish protsessi miyaga juda yaqin bo'lgani uchun miya tomonga o'tib ketishi mumkin va juda ham og'ir muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bugungi kunda bu kasallik eng oldi texnologiyalar asosida amaliyotlar bajariladi. Dunyo standartlariga rioya qilgan holda butun dunyoda hozir bajarilayotgan endoskopik, ya'ni burun orqali kirib, yuzingizda hech qanaqa chandiqsiz, hech qanaqa yuzingizda muammolarsiz burun orqali kirib, ko'z yosh kanalingizdagi muammoni bartaraf etish yo'li bor. Shuning uchun agar sizda yoki yaqinlaringizda ko'zlarni yoshlanishi yokida surunkali dakretsit tashxisi qo'yilgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu amaliyotimiz 5 yoshdan oshgan bolalarda ham bajarilishi mumkin. Bolalarda va yoshi katta insonlarda amaliyotlar bajariladi. Bemalol murojaat qilinglar, muammolarni birgalikda bartaraf etamiz.